Жиырма ненің ізі? Ненің ізі? Майданың ізі, бір есептен сатсын Касаптың апсын ол. Тең өлі ұтылчектің периметрі. Тең өлі ұтылчектің периметрі. Периметрі 15-ке дейін. Асосы ян томаныға дейін. Асосы ян томаныға дейін болса не болып қалады демек бұл мұнтазам ұтылчек болып қоймайды. Периметр 15 болатын болса нешеден болады бұл? 5-5-5 болады. Agar asosiy yon tomonlardan 2 marta kichik bo'lsa, o'shin nima deydi? Qo'm. Agar asosiy yon tomonlardan 2 marta kichik. Ana o'rtadaga men siz bilsangiz-ku, ishga ketib qoldim. Agar asosiy yon tomonlardan 2 marta kichik bo'lsa, 2x, bundan 2x olib bo'lsa, bundan nima bo'ladi bizda? x yani turib aytib turayinsa bu. Общий qo'shsang 5x teng 15. X'in ichi chiqadi 3. Nonchi bo'lsin-da. Bu yoqda 6. Bu yoqda 3. Bitta turib nima tuzib yuramiz? 1 tuzib yuramiz. So'ng nonchi bo'ladi 1/5. H kvadrat teng 6 ning kvadratidan 1/5 ning kvadratini olib olmaysiz, shunga o'rab solamiz. H kvadrat 6 ning kvadrati 36, 1/5 ning kvadrati 2/5. Altısan necha bo'ladi? 33/75. Men bo'chaklarni rostga chaqaman bu qoida. 33/4 bo'lingan 3. 34 ga 3 qo'shsang 132. Sonda h teng bo'ladi bizda koordinatasiga 135 bo'lingan 2. Endi buni maydan qaytamiz. S teng общий h'imiz 2dan 1 h'imiz bizda koordinatasiga 135 bo'lingan 2 ko'paytirib tekarimiz nechaga teng? 3 ga. Sonda bu 3 koordinatasiga 135 bo'lingan necha bo'lar ekan? 4. Endi 135 necha chiqadi endi? Bo'ling ko'ring. 9/5 15 bak 9'dan çıkar 3 koordinatında 15 bölüngen 4 tushundingizmi? Bari birdek prosta sifra olmasdan shu an qarab o'tirib chiqaraverasiz. Tushunibmi? Sonda qancha cho'q bo'ladi? C degan cho'q bo'ladi. 106. Teng yo'li uchburchakning asosi. Teng yo'li uchburchakning asosi. Teng yo'li demoqda. Teng yo'li uchburchakning asosi 10 ga teng ekan. 100 esa 60 ga teng. Maydan 60 ga teng. Uchburchakning yon tomoni teng. Qarang. Mana bunday qilib belgi tushiramiz. Belgi tushiramiz. Sana qarang. S teng bo'ladi. 2dan 1 h ko'paytirilishi 10. Shuni ichiga teng bo'lib bizda 60 ga teng bo'ladi. Nominal hisob 5 biz h teng 60 bo'lib bo'lsa h teng necha chiqadi deng? 12. Tushunasizmi? Belgilik 12 ga teng bo'lsa, belgilik 12 ga teng bo'lsa, buni medianani xizmatini aniqlab dedik. 5 dedik, mana yon tomon a deb bo'ladi, shu a tarafni topib. Uni qanday topamiz? A kvadrat teng bo'ladi 12 ning kvadratini qo'shib 5 ning kvadrati. 12 ning kvadrati 144, 144 5 bo'lsa 169. A teng bo'lishiga 13. A barsada. Yaxshimi? Tez chiqarib qo'yamiz. Tushundingizmi? Keyingi 111. Teng yo'li uchburchakning asosiy uzunligi teng yo'li uchburchakning asosining uzunligi yon tomon uzunligining 6% ga teng. Misol uchun A deb olsak, A ning 6% 0.6 A bo'ladi, yaxshimi? 0.6 A bo'ladi. Asosiga tushirilgan balandlik biyiqlik deymiz. Biyiqlik nimaga teng? 16 ga teng bo'lsa, uning yon tomoniga tushirilgan balandlik turadi. Yon tomoniga tushgan balandlik turadi. Общий aytganda birinchi aniqlab oldik. Aniqlaymiz. No, 16 bo'lsa 0.16 teng yo'li bo'lsa necha bo'ladi? Figuralni aniqlab chiqmoqmi? Tushundingizmi? Figuralni aniqlab bo'lsa, yangidan anday qilsam bo'ladi. Udan maqsad shuni. Qattiq qarab bardan nima so'rayapti bizda?
하시죠, 그래? 아는 거부터 볼까? 아는 거부터 볼까? 그런데요, 반드시나 나 비길 보이죠? 우수심 싶은 말이 나타나. S 얘기되면 누구? 16 ko'paytib 0.6a. Umumaytirna 8 ko'paytirilgan 0.6a. Ko'paytirsang 4.8a. Bu nima esa? Buni mayda. Endi doirani ham belgilab qo'yibdi do'stlar. Mana h haqida o'tyapti, mayda. S deng. 21 h ko'paytib nima bu? A. Tushunarmi? Tushunarmi? Endi mana S mana endi bir deyapti, bir uch besh to'qib bo'lmaydi. So S ni yozaman. Tak. 4.8a teng bo'ladi 2dan 1 ko'paytib h ko'paytib a deyapman. A men a'ni qisqartirib h teng bo'lsa 4.8 ga qo'yishsang 9.10dan 2. Tushundingizmi? Ha, 9.10dan 6. Tushundingmi? A'ni to'g'ri ko'rsatamiz, darash. Yig'indaymiz. Ya, 9.6 javob beradi. Точно, конкретно. Tushundingizmi? Bo'lib oldi. A biz o'tkazaylikda. A, B, C uch burchakda. A burchak 6 gradus. Buna meshimiz 6 gradus. A, B 3 ga teng. A, C 5 ga teng. A uchundan tushirgan balandlik uzun qo'ying. Bularni tugatgan nima so'rayapmiz deylik? Belgilabda so'rayapti. Al ne istaymiz? Qalay to'sib bo'ladi? Maydon arqali bugungi tema arqali balansni to'g'ri. Basın to'g'ri qoldi. Qarang. Qanday tushunchak? 3, 5, 5 gradus, 6 gradus. Mana bu x desa men x topaman. Qayerda olaman? Qaysi teraman? Ha? Favorim yapsam ya sen. Favorim de 90 gradusda bo'ladi. Onda 90 gradus bormi? Sen nagadan olsun, nagadan teng deyapsan. O shunda 90 gradus bo'ladi. Qalay to'sib bo'ladi x? Kosinuslar teramiz. Kosinuslar 1 bo'lsa kosinuslar teramiz balansi deb qo'yamiz. Aytib kosinuslar teramiz qanday? X kvadrat teng 3 ning kvadrati plus 5 ning kvadrati alınır. 2 ko'yib 3 ko'yib 5 kosinus necha gradus? 6 gradus. X kvadrat teng 9 plus 25 30 kosinus 6 gradusdan 1 bölü x kvadrat teng nima bo'lsin? 34 alınır 15. 34 15 hisoblasak? 19 x teng bo'lgan o'zida ko'rinasida 19. Yaxshi, mana tarafda bo'ladi. Necha teng ko'rinasida 19 teng. Nima o'zida h. Endi h topish birinchi men maydonni topolay. Qani maydonni qanday topsam bo'ladi bu yerda? Yektirib bor. Arasida ham yo'q. 2dan 1 a ko'paytib b sinus alfa degan formula bor emasmi? So'raqqa to'g'ri. 2dan 1 a degan so'z kerak. 3 ga b deganimiz 5. Ana nima bo'ladi? Sinus alfa. Sinus alfa qancha kerak? Ko'rinasini 3 bo'lingan edi. Umumatdan ko'paytirib 15 ko'rinasini 3 bo'lingancha bo'larkan. Nima esa maydon. Endi h tavsiz bo'lsa, h arqali maydonda o'yadi, h arqali maydonda o'yadi. Sonda bu s teng 2dan 1 h teng nima teng? H ning o'zini teng. Tarafi ko'rinasini 19. Mana s topib ko'rdim, yaqin ishida. 15 ko'rinasini 3 bo'lingan 4. Sonda h ko'paytib ko'rinasini 19 bo'lingan 2. Buni men nima hisoblaymiz? 2 bo'ladi. Proporsiya bo'lganida 15 ko'rinasini 3 teng 2 h bo'lsa, h teng bo'ladi. 19 bor. H teng bo'ladi shunda, h teng bo'ladi. 15 ko'rinasini 3 bo'lingan 2 ko'rinasini 19. Yana sandan hisob qilsam, nima bo'ladi? Qanday bo'ladi? Tushundingizmi? Endi javob bo'lmay qolsa, era sandan hisob qilsa, ko'rinasini 19 qo'yib yaxshimi? Tushundingmi? Keyingi Nechik? O'tishmadi. To'g'ri. A, B, C. A, B, C uchburchakning A, B ham B, C tomonlarda D va E nuqtasi. A, B tomonidan D nuqta,
A tomondan B tomondan Y nuqtani. A da 2 ga teng bo'lsa, D1 3 ga teng bo'lsa, BY 4 ga teng, YC 1 ga teng. DBY uchburchak yuzini so'raydi. DBY mana uchburchak, to'g'risidagi uchburchakning yuzini so'raydi. DBY uchburchak yuzini mesh uchburchak maydoni DBY bo'lingan maydon ABC. Mana shunday. Al ne istaymiz? Qanday qilamiz? Mana shuni alfa deb belgilaymiz. Alfa deb belgilaydi, uchburchak ABC'ni toplaydi. ABC'ni toplaydi. Onu qanday topadi? Yekdan bir. Mana tarafi общий chigiding 5, alt taraf 5. Arasida mesh sinus alfa bo'lib turaversin. Turaversin. Yaxshi. Bo'ldi. Endi uchburchak D, B, Y ni toplaydi. Yekdan bir o'g'an ham so'ngmesh emasmi? Shunday uchburchak. Mana tarafi 3 alt tarafi 4 sinus nima? Alfa. Bo'ldi, apart qo'yamiz, qisqartiramiz. Tak. 21 3 ko'paytirib 4 sinus alfa astida 21 5 ko'paytirib 5 sinus alfa emasmi? Mana sinus alfa 21 qisqartirib nima ishlatgansingiz yo'q. Buni kim bilingan? Tushundingmi? Tushundingizmi? Keyingi Juma. Absolut uchburchakning A, B, C uchburchakning A'da medianasi 8 ga teng. Mediana 8 ga teng. AC tomon 10 ga teng. Ular orasidagi burchak 30 gradusga teng. Absolut uchburchak maydoni. S ABC. Mediananing vazifasini zaten tushundik. Papedik. Mesh tenglikka o'ylayman. Undan bo'limi beshikdan yaqin. Mediananing vazifasi nima? Qarab tenglikka o'ylaydi. Ya'ni vazifasi maydonda tenglikka o'ylaydi. Hozir sen mana uchburchak maydoni bor emasmi? So'ni top, mana maydonni ichi nima bo'ladi yuqida? Teng bo'ladi. Mana shu maydonni top, ikki o'yinchisin, общий maydon topamiz. Yaxshimi? Mana shu maydonni qanday topamiz? Qarang. Yig'dan bir. Ishi menchiga teng. 8 ko'paytirib 10, sinus ichirasiz 30. Tak. 21 8 ko'paytirib 10, sinus 30 ga necha teng? 1/4. Qisqartirib necha bo'ladi? 5. Общий ichiga teng. 20. Mana maydon 20 bo'lsa, mana maydon necha bo'ladi? 20. Общий maydon necha teng bo'ladi? A, DC bo'ladi. A, maydon ABC. Necha teng bo'ladi shunda? 40 ga teng. Tushundingizmi? Tushundingmi? 130. Tak, 130. Ağzı uçacaklar. A, B, C uçacaklar. A, B, teng, A, C. Mana taraf teng. BM perpendikulyar A-ga. BM perpendikulyar degan nima degan so'z? Biyiqlik degan. Shundan ikki taraf teng. BM. So 12 teng. MA 5 ga teng bo'lsa. ABC uchburchakning nesi tur? Ne istaymiz? Mana taraf to'g'ri bo'ladi, azar, Pifagorov savob. Mana taraf nima deb oladi? Misol uchun A deb oladi. A kvadrat teng 12 ning kvadrati qo'shilgan 5 ning kvadrati. A kvadrat teng 144 169. A teng 10-ga 10. Mana taraf 10 bo'lsa, mana taraf teng deb aytdik-ku. Buni ham chiga teng. 10 chiga teng. Do'stlar, 10 chiga teng. Endi maydon topamiz bo'lsa, qarang maydon. Biyiqlik bor. 21 12 ko'paytirib necha bo'ladi? Aslida taraf 13. Qisqartirib 6 ko'paytirib 13. 78 degan javob bormi? Mana. Tushundingizmi? Xato tarafda bo'lib, o'zi masalan qanday aytadi? Mana xato taraf bilan, mana xato taraf teng. Bu yoqda 13 bo'lsa, bu yoqda 13. Biyiqlik bor, 2dan 1 h ko'paytirib a deb topadi. Tushundingizmi?
Ya. Keyingi. Necha? 130. 130. ABC uchuvchilikning medianini 10 nuqtada kessin. A, B, C uchuvchilikning medianalari 10 nuqtada kesilsa deydi. Yaxshi? Kesilsa o'zi. Buni 10 nuqta yozib qo'yingchi, 7 minutda. Yozib qo'yamiz. A, O degan nima o'xshaydi? A o'da uchuvchik mezon. Bularning maydoni 3.6 teng. A bo'lsa uchuvchik maydoni. A mediana qasiyati qanday edi? Qarang, misol uchun nechta mediana kesib tutunashadi? 3 mediana kessa maydon nechaga bo'lib teng deydi? 6 bo'ladi. Hammasining maydoni nechaga teng bo'ladi? 3.6. Mana 3.6, mana 3.6, mana 3.6, mana 3.6, mana nechaga teng? 3.6. Men uchuvchik A bo'lsin so'rabotsa, shunda 6 qo'yib 3.6 qo'yib tursak 20 necha bo'lar ekan? 6. Tushundingizmi? Bormi shu? Bo'lgan ansatib. Keyinchi boshqa. Uchuvchikning ikkita tomoni 4/6 teng. Ular orasidagi burchak bo'ladi. Uchuvchikning shu burchagidan chiqqan bisektrisani tur. Bisektrisasi tur. Bisektrisani motivasi nima? Bisektrisasi. Mana burchak gradusdan necha gradusdan bo'ladi? 6 gradusdan no'm 6 gradusdan. Bisektrisani qanday qanday usul bor? Qarang. Tak. Mana uchuvchik bor bunda, ko'rinishda uchuvchik. So'ng maydon topilamiz hozir. Odan bu yoqda uchuvchik bor-ku. Ikkiini qo'shsak, общий uchuvchakka teng bo'lmaydi. Общий uchuvchak maydonda o'tiribdi. Tak, buna taraf 4 ga teng. A taraf 6 ga teng. Arasidan 5 gradus sekund. Burjuma. Sinus necha gradus bo'ladi? Burjuma. Sinus burjuma arasida necha teng? 12 qo'yib ko'rinish bo'lingan 2 matoshniki. Qisqartirsak 6 ko'rinasini 3 bu общий uchuvchak maydon, do'stlar. Yeni mana maydon to'g'ri. Qarab, buni hozir maydon qanday bo'lgan deyishimiz mumkin. Bizda 4 bir taraf nima bo'laveradi buni? L alfa to'p ko'taramiz, tamam. S bir teng 4 ko'paytirib 6, hozir 20 ni tutib bilmayman. 4 ko'paytirib 6 sinus necha gradus? 6 gradus. 7 Oy, L. 2 ko'paytirib L sinus 6 gradus necha teng? Ko'rinish bo'lingan qisqarib ketsak nega teng bo'ladi? Ko'rinasida 3 L. S bir. Endi S2. Bu nima bo'ladi? 2 dan 1 6 ko'paytirib L bular necha gradus? Sinus 6 gradus. Tak, shunda nominal hisob etsang 3L ko'paytirib ko'rinish bo'lingan 2. Shunda bu 3 ko'rinasida 3L bo'lingan 2. S1 men S2 ha? S1 men S2 ni qo'shsak nega teng bo'lganligini 6 ko'rinasida 3 ga teng bo'ladi. Ko'rinasida 3L qo'shilgan 3 ko'rinasida 3L bo'lingan 2 teng bo'ladi 6 ko'rinasida 3 ga. Ko'rinasida 3 ni skobni hisobdan chiqarib desam L plus 3L bo'lingan 2 teng 6 ko'rinasida 3 bo'lsa, nominalni qisqartirsak, umuman bersak 5L bo'lingan 2 teng 6 bo'lsa, L teng bo'ladi 5L teng bo'ladi 12, L teng bo'ladi 12 bo'lib 5. 12 ni 5 bo'lsang 2 dan 4 ga teng bo'ladi. Tushundingmi? Ya? Qara, yaxshi qilib tushunmoqman. Hammasi bir-birini o'xshaydi. Boshqa bir agentdan yo'q, boshqa bir forma qo'zg'atgan yo'q. Har bir deydi. Qara, bir chiqib qol. 100 deydi. Maydoni 7 ga teng bo'lsa, ABC uchuvchakning AC tomonida D nuqtasi bor ekan. So AD bo'lingan DC 1 ga 5 farqlasdan deydi-da. Shunda AD ni biz x deb oladigan bo'lsak, bu yoqqa nima deb olamiz? 5x deb olamiz. A B D ni so'raydi. A B D uchuvchak maydoni so'raydi. Asab qilib tushunib
o'zi. Yo'q. Kesimlining xosiyati degan zot bor, kesimlik. Общий kesimlik. Qara. Misol uchun qanday bir uchburchak olayotda Hani 1 santimetrdan bo'ldirib bo'layapti. Endi aniq sanolmaymiz. Misol uchun общий maydonda 1 santimetr bo'layapti. 1 2 3 4 5 6 7. Общий maydonda men 20 21 deb qo'yapmiz uni, 21. Kesimda da просто kesimda. Просто kesimda bo'ladi bo'lsa, neshiga bo'lganmiz? 7 ga. 21 ni 7 ga bo'lib bersang necha bo'ladi? 3. Mananing maydoni 3 ga teng, mananing maydoni 3 ga teng, hammasining maydoni 3 ga teng deb aytib bo'ladi-da. Bu kesimdan qasd qiluvchi. Qarashma. Общийdan topib olib, общий deydi uni, shu topib ketib bo'ladi. Endi mana shu yerga qarab. Mana shu yerda maydon nechaga teng bizga? 7. Qara. 7 ni men bostab bo'lim kerak. 7 ni bostab bo'lim kerak. Nimaga? Nima 6x общий taraf nechaga teng bizga? 6x emas qarangmi? Nimani topyapmiz? A, B, D ni topyapmiz. 7 ni bo'limi taraf общий nechaga teng? 6x. Mana kerak taraf nechaga teng? X ga teng. X bilan x topib 7 ni 6 ga bo'lsang 12. Mana shu maydon nechaga teng bunda? 12. Bu yoqda nechaga teng bu? 6. 6 esa nechaga teng? Tushunibmi? Mana shu topib bo'ladi. Misol uchun qarang, uchburchak B, C, D deydigan bo'lsa, 7 ni bo'lasang 6x ga ko'paytiramiz nimaga suydirib? 5x ga. X bilan x topib 7 ni 6 olsang 12, 12 ko'tarib bersang 6. Kesimlining xosiyati. Tushundingizmi? Izini yana bezatadi tushunamiz. To'g'ri tushunamiz. Keyingi. Bir yurib birinchi hizam. A, B, C. Avzo uchburchaklar. Medianalar kesishdi. Ana yerda masofa degan so'z bo'lgan uchun bor, u bu yoqqa qarabdan perpendikullar 90 gradus bo'lib qaradi. Nazariy emas, A tomongacha bo'lgan masofada eng qisqa masofa shu perpendikular kesimda. Sol bizda yetib ketadi. Yaxshimi? Qara, mediana keskin nuqta neyzat bo'ladi deb biz soniyat qarayapti. Qaysi biri? Bu yoqda bo'lmadi. Medianalar keskin nuqta. Misol uchun uchburchaklar neshiga bo'ladi dedik? 1 2 3 4 5 6 teng neshiga bo'ladi? 6 ga bo'ladi. Mana общий uchburchak maydoni so'radi. Men mana shu degan uchburchak maydonni to'sam, shu tursun aldab o'tishsin bo'ladimi? Ayda a'zodan bo'lmaydi. A'zoda qo'yib. No, ne bu? No A. No, so bu. Ha, bu. Tushundingizmi? A'zo tomongacha bo'lsa, bo'lgan masofa 0 da. Men mana uchburchak maydonni topib, aldiga o'tishsin bo'ldi. No, man vazifasi nima edi? Nima no negizda? Mana kesimda nima edi? Mediana. Mana taraf bo'm bo'ladi bo'lsa, mana bu yerdan necha teng bo'ladi? 5. Mana shu necha teng? 5 ga qarang. Mana bular kiyib oladi. Bular tutdi, mana bular tutdi. Mana 5 ga teng. Mana yerdan mana belgining nisbati necha teng so'ng? 2 teng. Mana maydon qaytamiz. Qaytamiz. Buni unutib qo'yish. Belgi bormi? Taraf bormi? Bo'ldi-da mana. S teng 2 dan 1, 2 qo'yib 5 desak, qisqarib ketsa necha teng bo'ladi? 5 ga. Birovning maydoni 5 ga teng bo'lgan bo'lsa, uchburchak A, B, C ning maydoni nega teng bo'ladi? 6 qo'ydi. Nechaga tengga? Tushundingizmi? Tushundingizmi? Masofa degan uchun belgi deb oladi. Keyingi biz deb oldik. Uchburchakning ikkita tomoni 6 bilan 12 teng. Ular orasidagi besiktrisa uzunligi mana bularga besiktrisa o'tganiga oldiga. Sol 4 ga teng. L teng 4. Uchburchakning yuzini toping. Uchburchakning yuzini toping. Besiktrisa vazifasi nima edi? Alfa bo'lgan ekan, dom. Alfa bo'lgan ekan. Bag'ana aytganimizdek, mana uchburchakning maydoni bilan mana uchburchakning maydoni nima bo'lib bir-birini teng. Unda yasaylik. S1 teng. 2 dan 1 6 qo'yib 4 qo'yib 0
sinus alfa bölü y. E seki teng bo'ldi deymiz. Yaxshilab aytaman. E seki teng. 2'den 1 12 ko'paytirib 4 ko'paytirib nimaga teng? Sinus alfa bölü y teng. S ning o'ziga teng bo'ladi. 6 ko'paytirib 12 altida 2'den 1 bor. Ko'paytirib sinus nima? Option berilishi nima bizda? Alfa. Mana S1 bilan S2 ning qo'shimchasi S1 plus S2 ning qo'shimchasi nimaga teng bo'lsa-da? Nega S ga teng bo'ladi? S1'imiz. Qisqacha mana 3 ko'paytirib 12 sinus alfa bölü y qo'shilgan mana ne? 24 sinus alfa bölü y. Teng bo'lsa avval 3 teng. 36 sinus alfa bölü y. Alfa. Sinus bak. Sinus. Endi 24 12 men 24 olsa 36 sinus alfa bölü y teng 36 ko'paytirib formuga yoziladi. 2 sinus alfa bölü y kosinus alfa bölü y. 36 men 36 deb beradi. Sinus men sinus hisob etse, kosinus alfa teng bo'lib qolsa nimaga 1 bo'lingan 2. Endi sizga so'rab, kosinus qachon 1 bo'lib ketadi? Absqasi. Demak, alfa bölü y degan nechasi teng bo'lsa edi? Alfa ning o'zi nechasi bo'lsin? 1 shimadi. Alfa o'zqa? Nima so'rab turibsiz? Yo'qingiz. O'chirsak. Qarab, o'chirsak ABC teng bo'ladi. 2'den 1 qaytdan natarif 6 ga teng, A natarif 12 ga teng. Arasidagi 5 nechaga chiqdi? O'chirmalarida to'playsiz. Nominatsiya 3 36 ga sinus o'zgarasi o'chirmalarida. Ko'rinish bölü y'ga qisqarib ketsak 18 ko'rinasini 3. Hizliymi? Tushundingizmi? He? Aha. Yuz olsak. O'chirchakning yuzi maydonish mo'ljalga teng ekan. Uning tomoni 6 men 10 ga teng. Shu bizning yaxshi. 24 teng 1 bo'lingan y'ga 6 qo'yilgan 10 qo'yilgan sinus alfa. Qarang. Tak, nominal satak 3 bo'ladi, nominal satak 8 bo'ladi. Sinus alfa teng bo'ladi 8 bo'lingan y'ga 10 qisqacha 4 bo'lingan 5. Kosinus alfa nega teng bo'ladi? 3 bo'lingan 5. Aytdi. Endi mana tarafda S bo'ladi bo'lsa, mana tarafda S bo'ladi bo'lsa. Tushunishmi? Maydon bo'yicha qara, maydon shimodotga teng. 2'den 1 6 qo'yib 10 sinus alfa. Asqarmaydi. Sinus alfa 3 bölü 4 bölü 5 bo'lsa, kosinus alfa nega teng bo'ladi? 3 bölü 5. Endi degan tarafga to'g'ri kosinus alfa teng. Z kvadrat teng 6 kvadrati plus 10 kvadrati alingan 2 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilishi 10 ko'paytirib kosinus alfa. Kosinus alfa. Tak, S kvadrat teng 36 plus 100 alingan 12 ko'paytirib 10 kosinus alfa nega teng? 3 bo'lingan 5. Qisqartirsak y'ga S kvadrat teng 136 alingan 16 bölü 2 chekman. Aqstaydi. Absolut. Sonda S ning nechasi o'tganimizda 8. Yaxshi. Mana taraf topamiz. 8 ga teng. 8 ga teng. Buni x deb olsam, naqadda 8 minus x deb olsam bo'ladi. Yana bisektrisaning xosiyati bo'yicha x topolay. Bisektrisaning xosiyati bo'yicha. Bisektrisaning xosiyati bo'yicha. Alfa bitu 8 minus x teng bo'ladi deb nimaga? 10x. Sonda 48 teng 6x bo'lsa, tak, 48 teng 16x bo'ladi bo'lsa, x ning nechga teng ekan bizda? 3. Mana taraf 3 ga teng bo'lsa, mana taraf 3 ga teng bo'lsa, mana taraf nechga teng bo'ladi? 8. Mana S1 deb oladi, mana S ga bo'ladi. Yana S1 ning maydoni teng bo'ladi. S1 ning maydoni, ya'ni kesimning xosiyati bo'yicha общий maydonchiga teng. 24 ni bo'lamiz nechaga? Qarab. 8 ga ko'paytirmay nimaga? 3 ga. 24 8 ga bo'lsa 3 necha chiqadi? 9. S2 ning maydoni. 24 ni bo'laman 8 ga ko'paytirmay nechaga bo'ladi? 5. Ko'paytirsa necha bo'ladi? 15. 9 bilan 15 tushundingmi? Просто Augsburg'ning belgilaganda sal qanchalik batana edi. Normalsan chiqib. Negizib bo'lsa bo'ladi. Tushunishmi? Tushunishmi? Mana tushunishmi to'g'ri? Qo'shish. Ustoz
196 Uchuvchakning uchidagi M nuqtadan uning tomonigacha bo'lgan to'g'ri chiziqlar o'tkazildi. Uchuvchakning uchidagi M degan nuqtadan uning tomonlariga parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazildi. Qarang, M nuqtadan tomoniga parallel. Mana tomoniga parallel chiziq nom. Do'stlar, mana tomoniga parallel chiziq nom. Parallel. Yana asl tarafga parallel chiziq nom bo'ladi. Tushunibsizmi? Natijada 1 4 9 degan uchuvchak yozadi. 1 4 9. Endi formasilar. Mana formasilar. M degan nuqtadan uning tomonigacha bo'lgan masofalar belgilangan bo'lsa, qilaverasizlar. Shunday qilib qilaverasizlar. Buni qilaverasizlar. S1, S2, S3 bo'lsa, общий uchuvchak maydon nol bo'ladi. Yana bir so'rashdan koordinatasida S1 qo'shilgan koordinatasida S2 qo'shilgan koordinatasida S3 ning sirtmay kvadratning qolmoq berisi bo'ladi. Tushunibmi? Sonra formula qayta saqlanadi. S ning S1'imizni ichiga kirgizsak, koordinatasi 1, S2'miz koordinatasi 4, ana S3'miz koordinatasi 10 sirtmay kvadrat. Bir shaqatnalar 1 plus 2 plus 3 bo'lsa 6 kvadrati. Bana o toplayacağım. Sonuçta bu kadar. Prost formayı kesin doğru. Prost formayı geldi. Sızılmadığında kadar ders bitmem. Ben de sızsan yanında kalır da prost. Bu benim saçım yanlarına benim yanında kalıp desek bir okuduğunda ne formalıymış diyor. Sızılmazsan yanında kalamayım başı. Sonra ben orada sızılsın. Orada şey tutar. Şartını yapıştır. Onda. Sızılmaz. 자, A 곱하기 X는 누구게 된 거 비슷해? 뭐 곱하기 4, AX는 이렇게 된 거다? 그래, 뭐가 무슨 소리예요? 그래, 수식은 많이 나면 더 나왔다. 나사 치는 거 같았어. 수식은 많이 나면 더 나왔다. 너가 수식은 뭐니? bunun büyüklüğü işgal etmiyor ne böyle? No, kaçta varımsa, no, A, A ne varımsa, S değil. 2'den 1, A koydu ne olarak? Kaç bu? Endi, uçuracakın balandagi ishni da tushmaydigan jadvallar var da. Bu qanday jadval? Misol uchun nima uçuracak? O'tmas burchakli uçuracak. Qanday bo'lib siz tursa? Buning buyukligini bulay solmaydi-da, bular bulay solmaydi. Buning buyukligi bulay chiqadi. Buni da buyukligi. Misol uchun H bo'lsa, buna qarab A bo'lsin. So'sa, buni ham maydonda olishim, biroq sen buyuklikni baylab bilaverasiz. S teng 2'den 1 A ko'paytirib H bo'ladi. Buyukligi ishini solmaydi. Tushundingmi? Mana bu taqsimda yo'qda, qarang. Mana buyuklikda biz aytamiz. Mana biz uchun buyuklik. Biz uchun buyuklik. Mana uchunchak maydon soladi, mana uchunchak maydon soladi. Asos nimaga teng sedi? X. S teng 2'den 1 buyuklik nimaga teng? A asos nimaga teng? X deb topgacha bo'ladi. 2'den 1 AX nimaga teng sedi? 40. Ko'paytirishning ichiga nima bor? 20. Tushundingizmi? Buyukligi ishini solmasa-da, mana formulada A ko'ylab qash. Buyuklik A teng. Bu ne telefon so'radi, ey. Ne istiyorsunuz bize bu yerda? A ko'ylab qash. Tushundingizmi? Aha. Shift soldi. Bu nima qilgan ekan? Nima? Ya, 10 tuttu koydu. Böyle hızlı koydu. Bir rastıyla? 10 bıraktı. Osman. Buna ne görüyorsun nasıl da? Teng. Zaten. Tengi. Ha? Mediana degani ya. Demek mana uchuvchakning mana maydon bilan mana maydon bir-birini teng degan. Do'stlar, bir-birini teng. Endi bizga X so'radi. Mana endi bor. Endi bor tursa. Tak, yaxshi. Mana maydon bor. Ha, S1 maydon bor. S1 teng. Ne bo'ladi? İlk taraf var, o'rtasida 5 var. 2'den 1 M ko'paytib base ko'rinmasida 2 qo'ydi, suyuqsiz chegarasi
45 bo'ladi. 2'den 1 m ko'rinmasi base ko'rinmasida 2 sinus 45 ko'rinmasida necha teng? Ko'rinma ko'ri 2 teng. Sonda mana qo'yib Mana qisqarib ketdingmi olmaydi. Base m bo'lingan necha bo'ladi ekan? 2. Bu mana maydon, to'g'ri S bir. Endi S2 ning maydoni qiladi. No. S2 no S1 bo'lsin. Endi S2 ning maydoni to'g'ri. S2 ning maydoni 2'den 1 m ko'paytirib nima bilan x ko'paytirgan sinus necha gradus? 30 gradus. 2'den 1 ko'paytirib m ko'paytirib x sinus 30 gradusda 1 bo'lingan 2 teng. Bu nima bo'ladi? mx bo'lingan 4. Endi qarang. Bizda S1 bilan S2 ning maydoni nima bo'lingan? Teng. Mediana bo'lgan shu teng. Demak, ana 2 1 bilan tengashtiramiz. Base m bo'lingan 2 teng mx bo'lingan 4 desek, m bilan m hisob etsek, mana hisob etsek, x ning ishini topamiz deb. Tushundikmi? Молодец. Bo'lish 81 hisob. Buni hisob qo'yamiz. Bo'lish 81 hisob. Mana. No, y degan to'rt chiqmasa kerak. No, b ekan. No, a ekan. No, c. No, d ekan. Nomen nothing yaxshi. Nomen nothing. No, bo'lgan joyga maydon. No, 6. No, 8. Ha, 181 tushuntirmasdan oldin, 182 ni tushundirish. Yugur bir-birini o'xshamaydi. Bu deganini tushuntiramiz. 182. Evet. Нам есть 90 градусов. Вот. Вот. 7. Вот. 16. 8. 16. 14. 90. Ha, bu yo'lda najir maydon so'radi. Qarang. Yaxshi tushunib olmadim. Birinchi o'xshi maydon topamiz. O'xshi maydon bu to'g'ri burchakli uchburchak, yaxshimi? To'g'ri burchakli uchburchak bo'lganini nima qilamiz? Mana katetini ko'paytiramiz, katetni. S teng, mana katet necha teng? Bularga mana. Ha? Sigma. Bo'limiz ikkinchi chiqadi. Bir sigma. Bu bizning o'xshi maydon. Do'stlar? O'xshi maydon. Endi qarang. O'xshi maydon bo'lsa, ja'ni kesimning xosiyatiga nazar qo'yadi, bilasizmi? Kesimning xosiyati. Mana bunaqa bularga bir kesin o'tib turibdi deb o'ylayman, mana bularga bir kesin o'tib turibdi. Men hozir mana B, E, C uchburchak maydon topacaqman. B, E, C общий. Tushunasizmi? Maydon B, E, C ning maydoni, B, E, C ning maydoni общий maydon nechaga teng bizda? Burchakmi? B, E, C. Mana taraf nechaga teng bizda? 20 ga bo'lib nechaga ko'paytiramiz? 2 emas. 16 ga ko'paytiramiz. To'xta. B, E, C ning maydoniga tushadi. Tushundingizmi? Ya? Mana taraf. Жаңа aytdim, misol uchun. Bunday bo'lib turibdi. Misol uchun. Bularga tushib turibdi, misol uchun. Bularga tushib turibdi. Men mana shu maydon topdim. No, 16, no, 4 bo'lsin. Общий maydonda, qarang, общий maydonda, общий maydon. 120 ni tarafga 20 ga bo'lib, mana shu yerga kesimni nechaga teng? 16 so'm qo'ydik. Tushundingizmi? Tushundingmi? Endi sonda necha chiqadi? Necha chiqadi? 96. Qisqartib hisoblasang, 8 10 96. Endi bu B, E, C ning maydoni. Do'stlar, B, E, C ning. Mana uchburchak, qarang. Bulay turgan. B, E, C ning maydoni nega teng bo'ldi bizga? 96. Mana ning maydoni 96. Endi 16, mana 8. Endi mana bo'yalgan yerning maydoni qayerda topamiz? Buni ham tushunamiz, qarang. Maydon B, E, D ning maydoni topacaqmiz. B, E, D ning maydoni. Endi bu yerda option nima bo'ldi? 96 bo'lib men nechaga? Ha? 24 ga ko'paytiraman nechaga? 8 ga. Nominatsiya topamiz. 396 ga bo'lish. Bo'ldi. Maydon nechaga ekan? Bo'ldi. Tushundingizmi? Shoxlar qancha turadi? Tushundingizmi?
Tushundikmi? Mana общий maydonni topib, birinchi mana shu burchakning maydonini topib oldik. Odan keyin shu burchakdan mana shu maydonni topib oldik. Qaysi kesimda qaysi kesim. Yaxshimi? Endi bunaqa qilib beramiz. Budan endi bir izdan boshlab kelamiz, izdan boshlab kelamiz. Birinchi biz mana shu maydonni topib, qarang, mana shu maydonni topib. Bu yerning maydoni misol uchun qandaydir S1 deb turaylik, S1 deb turaylik. S1 ning maydoni nima bo'ladi bizda? S1 ning maydoni, demak, najran nima bo'ladi bizda? S1 bo'ladi. Nega? Sebebi bilan ikki tarafı nimaga teng? Teng, median bo'ladi. Sonra общий maydon nimaga teng bo'lib turibdi bizga? Ha? 2 S1. Qara, 2 S1 teng bo'lyapti. 2 S1 teng bo'lyapti. Общий maydonda S bo'lingan ya, mana shu belgisi bor bizda. Nega uni tutib? Mana x deb olamay. X ko'paytirib nechaga? 6. 6 shuni qo'ysin. Aqiylar tushundingiz. No S1 bo'lsa, no S1 bo'ldi. 2 S1 teng bo'libdi, qarang, общий deyapti. Yo'q. 6 plus x ning 6 ga qo'yilmasa teng. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Endi biz najera S topamiz. 2 S1 ko'paytirib 6 plus x bo'lingan 6 teng S bo'lsa, S bo'lsa. S ni topamiz, S ni topamiz. S dan nima bo'ladi topamiz? Qani, qazetdan. S teng, mana taraf 8 ga teng. Mana taraf nimaga teng? X plus 6 bo'lingan 2. Nima bo'ladi shunda bu? 4 ko'paytirgan x plus 6. Son jazolanishi. 2 S1 6 plus x bo'lingan 6, 4 ko'paytirgan x plus 6. Nomer, buni hisob qilsang, 2 S1 teng. Shimata S1 teng necha shart desang? S1 degan shu hisoblangan maydon edi. Ha, meni to'g'ri bo'lsangiz bo'ldimi? Tushundingizmi? 80 so'mda tek boshqalar boshqasini nima deysiz? Yaxshimi? Tinglayapsizmi? Sizga kelib qo'yib qo'ying. 80 mis. Light. No light. No compressors. Onuncu. Alt koordinasını yıkıp, ne? Boyalan yerin meydan sonra. Bulan da sonraydı şart. Kesinlikle bunu çekebiliriz. Kesinlikle bunu çekebiliriz. Hatta sen böyle istediğinizden üzere mühişler oldu ya. Sonra mühişler kaldı bize maydan kaldı. Nasıl bir istep bilgi var. Esting bo'ladi 21 natarimiz. Alt koordinasida 2 ko'paytirib mana taraf общий x plus 1. Ko'paytirib sinus plus krasa koordinasi 2 deb yozganmisiz burada? Nominal statlar nima bu? Ko'renlik va ko'renlik ko'paytirib 2 nominal bilan qisqartirib. Shunda 3 ko'paytirib bo'ladi x plus 4. Bu maydon. To'g'ri. Endi bizda so'rayotgan yer maydoni S1 deb qarang. S1 teng bo'ladi, общий maydonda nima bo'ladi? Общий tarafga bo'lib, tarafni so'rayotgan yerni 4 ga ko'paytsak, nominal statlar necha shart ekan? 12 shart ekan. Tushundingizmi? Ya? Keyingi 190. В общем, вызовите bunu. O'xshashlikdan temadan bir nima qaytib kelamiz. Noblay, najinchi yozing. 90. Najinchi yozing. 90. No 8. 3 6 Verbe 4. Ay, yaxshi. Yaxshi. Ya, 8 deydi. Bu yer kerak emas, nega kerak? Bizga so'rayotgan shay nima maydon emasmi? Qara. Men mana shu alfa deb yozaman. Buni aytmaydi beta deb yozaman. Sizga so'radim. Alfa plus beta nechaga teng deb o'ylaysiz? 90 ga teng bo'lmaymi? Siz nechaga teng? 180. No 90
Sonra betdan to'pga deydi biza. Betta nima bo'ladi? 90 minus alfa. Mana betta demaylik-da unda. Nima deb bo'laman? 90 minus alfa. Endi qara. Mana bu qanaqasi bo'lib beradi? Sinus alfa tengishi bor kelmaydi? 3/6 ya'ni 1/7. Bu alfa 90 bo'lsa sonra. Negizini endi alfa ya 1/2 emas misol uchun. Boshqasidan chiqib ketsa 1/4 chiqib ketsa alfani olmaysanmi? Shu variantda yuritiladi. Endi ha. Men mana tarafda 1 yozaman. 1 yozaman. Mana bu qanaqasi bo'lib beradi? Buni tushuningizmi? Demak, sinus alfa 1/2 bo'lsa, kosinus alfa 9 ikki narsa. Ko'rinish bo'lgan. Yaxshi. Endi mana qatnasi. Sinus 90 minus alfa teng bo'ladi nimaga? B bo'lingan 4 ga. To'g'rimi? 90 dan ne ketadi? O'zib ketadi. Kosinus alfa teng B bo'lingan 4 bo'lsa, kosinus alfa nima teng? Ko'rinish bo'lingan 2 teng bo'ladi B bo'lingan 4. Nominatsiya 2 B teng bo'ladigan ichiga 2 ko'rinasiz. Mana to'g'rimi qarang. 2 ko'rinasida 3 to'g'rimi? Endi Pifagorasning aslini qarab a'ni topasak bo'ladi. A'ni. Pifagor teoremasi bo'yicha nan kvadrati. Mana ning kvadrati. 12. 16 dan 12 nasib. To'g'ri, bu yoqda necha bo'ladi demak? 2 teng bo'ladi. Tushunibmi? Demak, maydan teng bo'ladi. 2 ko'rinasida 3 qo'yib 2 bo'lingan 2. Qisqarib ketsa nima bo'ladi? 2 ko'rinasida 3 teng bo'ladi. Ana tushunsa Pifagor hisoblagan. Mana 4 ning kvadrati 16, buning kvadrati 12. 16 dan 12 nasib 4. 4 ning kvadrati 2 ning kvadrati. Nima 2 nima taraf 2 tarafi bor. Demak, bu maydonni bunaqa bilan ko'paytirib 2 bo'lib ketdi. Tushundingizmi?